6 bob Jasad sandığı. Sörün talat shu mang'inicha Odul qo'shni yezdagi qadimiy qabristonlikqa kelib to'xtadi. Bu vaqtda kech kirib qolgan bo'lib, to'lib chiqqan oyning yo'rig'ida qabristonlik sutdak oydin edi. Balkim Sörün talatda tirik odamning hidi bo'lmag'achqimi, ish qilib boshqalar kelsa yomg'ir yig'ib to'xtamaydigan qabristonlik bugun jimjit edi. Bu qabristonlik Vanglilarning yesidagi qabristonlikdan necha hassa ortiq qo'rqinchli edi. Bir necha go'rining usti o'rilib tushgan bo'lib, ichidagi jasad sandig'i monument dapli chiqib qolgan edi. Sörün talat Odul mang'inicha usti o'rilib tushgan bir go'rining qishig'i kelib to'xtadi. Ondan jasad sandig'iga qarab nimalarnidir o'qishga boshladi. Bu vaqtda qayerdandir bir to'p qora bulutlar paydo bo'lib, oyning yuzini to'sib olishi bilanla butkul atrof qorong'ulik ichiga cho'mdi. To'yuqsiz jasad sandig'i yenik ovoz chiqarib tiraqlashga boshladi. Fursatning yetib kelganligini his qilgan Sörün talat kuchukni ko'targanicha pam bilan go'rning ichiga tushdi-da, yenidagi kichik pichig'ini chiqarib, kuchukning bo'ynini ozroq kesib, eqib chiqqan qonni jasad sandig'ining ustidan cho'rgiltib oqqizdi. O shu tariqada bu ishni kuchukning qini butunlay eqib tugigacha davomlashtirdi. Kuchukning qini butunlay eqib bo'lganda, o qo'lidagi kuchukni ko'targanicha ming taslikda qabr sirtiga chiqdi. Ondan texchi jon talishayotgan kuchukni yiniga tashlab qo'yib, qattiq varqirab, nimalarnidir o'qishi bilan tangla qop-qorong'u osmonda to'yuqsiz qattiq chaqmoq chiqib, jasad sandig'ining og'zimi go'rning ichiga uchib tushdi. Jasad sandig'ining ichidan chochlari uzun, ko'zlaridan mudhish chaqnab turadigan, badani bo'lsa chirib ketmasdan momiyaga o'xshash qurib ketgan kiyim-kechaklari qadimki davrlarnikiga o'xshaydigan bir murda sakrab chiqdi. O Sörün talatga etilib kelib, uni purapla yana to'xtab qoldi. Sörün talat qo'yindan yong'inning kashini oldi-da, qo'lini kichikkina kesib, kashning ichiga soat 4 dan 44 minut o'tganda degan raqamni yozdi. Ondan keyin kashga kuchukning qinini surkab, ondan nimalarnidir o'qib, kashini murdaga puratdi. Murda kashni purishi bilan tangla ko'zlari qip-qizil o't bo'lib yong'inicha nihoyat tezlikda qabristonlikdan g'oyib bo'ldi. Bu chaqda Yanghi bilan Vanglingmu Yanghining uyida murdaga qanday taqabul turish to'g'riliq maslahatlashib. Yanghi bayotin bozordan ep kelgan xaltasining og'zini ochdi. Xaltining ichida besiga qon rangida qadimiy xat yozilgan yo'g'on bir qilich bilan ushoq seriq qog'oz va uningdan boshqa Wangning nimaligini bilish tugul ko'ribmi boqmagan narsalar bor edi. Yanghi kichik bir qoch tepib kelib, to'xuni bo'g'izladi. Ondan kalti ishtindan boshqa barliq kiyimlarini silib etib, to'xuning qinini badaniga surib oldi. Ondan Wangga qarab dedi: "Tez bo'l, sen badaningga surib ol. Bo'lmasa bugun kecha bovangni qishig'i berib qolasan. Bo'la." Gerçi Wangling bunda qilishning to'g'ri yoki xatoligini bilmasimi, oldingi qitimqi ish uningga savoq bo'lg'achqa, gerçi u qondan yerginib tursimi, Yanghining degandek qilishga majbur bo'ldi. Yanghi Wanglingdan qora eshak to'yig'ini elib, qilich bilan ikkisini eshikning yeniga qo'yib qo'ydi-da, eshikni ichidan taqib, badindagi to'xuning qini qaytishi bilanla o'zini karvatga tashlab uyquga ketdi. Gerçi Wanglingning shundoq uyqusi kelgan bo'lsa-mu, oldingi qitimqi ish yodiga kelib olib, qo'rqib o'zining qachonlarda uxlab qolganini sezmadi. Tang suzilishga oz qolganda eshikning qattiq urilgan ovozidan ular cho'chib uyg'onib ketdi. "Ha? U kelibdi." Wangling uningga qanday qilamiz degan ma'noda qaradi. Jimjit yetish bizning birdan bir amalimiz. Agar biz nafsimizni birdan qisib tevish chiqamsaqla, u uy ichiga kirgan taqdirdami bizni topolmaydi. Uning ustiga hozir tong etishga ozlik qoldi. Biz faqat tong otguncha bardashlik bera olsakla, tong yo'rganda murda o'zligidan ketib qoladi.
Chunki ular kun nuriga bardoshlik beramaydi. Jim tur, ha? Degandek, uzun o'tmay eshik takror urilgan qattiq zarbidan echilib ketdi. Eshikning sirtida momiyaga o'xshaydigan heliqi murda turadi. Wang Ling uning mudhish yig'ib turgan qip-qizil ko'zlari, uzun o'sib chiqqan eziq tishlariga qarab, uning Yangxining tasvirlab bergandan qo'rqinchli ekanligini his qilib, qo'rqindan titrashga boshladi. Wang Lingning qo'rqqanligini ko'rgan Yangxi uningga qarab, uni jim bo'lishga ishorat qildi. Wang Ling xeyli taslikda o'zidagi qo'rqinchni oran besib oldi. Bu vaqtda heliqi murda uy ichini purg'inicha karvat tarafga yaqinlashib kelishga boshladi. Wang Lingning qo'rqib ketib, xatolik sodir qilib qo'yishidan ansirgan Yangxi qo'li bilan uning og'zini etib oldi. Bu vaqtda heliqi murda allaqachon karvat yeniga kelib bo'lgan edi. Yangxi nafsini ching qisib, ko'zlarini ching yumgunicha jimjit yetib oldi. Heliqi murda Yangxining usti beshini bir qo'r purab bo'lib, uning yonida yotgan Wang Lingni purashga boshladi. Bu vaqtda Wang Ling nafsi yetishmay oran qolgan edi. Murda Wang Lingning butun badanini purab, uning beshiga kelganda, tuyuqsiz uning qip-qizil ko'zining birsi o'rnidan chiqib, tokkidi qilganicha qo'rqib oran turgan Wang Lingning yuziga tushdi. Wang Ling qo'rqindan qattiq varqirib etdi. Bu asarning davomi